Assalomu alaykum, hurmatli Kesh Universal kanali a'zolari. Mana bu Kamolot domlari deyishadi. Mana bu to'yxona, mana Dang'ardong'ur to'y bo'lyapti, to'yga kelinglar. Mana shu yerda mana 4 etajli dom. Birinchi etajidan 3 xonalik kvartirani sotuvga qo'yamiz bugun. Hamma sharoit bor, gaz, svet, suv, kanalizatsiya, Wi-Fi. Olligamni agarot ham bu, mana agarot. Ikkita podvali bor. Mana bag'dan ham xot qilingan, bir paytlar keyin akfa qilib tashlashgan. Atak hozir ichkaridan xodi bor, kiradigan. Mana bu podval bor. Pastga pod'ezd ichidan kiradigan podvali ham bor. Mana bu tomondan. Uy mana birinchi etaj. Hozir ichkarisini ko'rsataman. Mana uyga kirishdan sразу koridor, kattakon. Mana bu tomonga mana bitta xona, bu tomonga bitta xona, bu yoqqa sanuzel. Mana sanuzel, tagi linoleum to'shalgan. Ikkiga bo'lsa bo'ladi, sanuzel juda katta. Mana bu yerdan devor qilib, bunaqasiga xullas xohlagandek bo'lsa bo'ladi. Asosiysi gaz bor. Отопление ishlaydi полный. Mana bu tomonga ikkita bir xil xona, детский, spalniy desak ham bo'ladi. Mana bu tomonga zal. Mana zal. Bu tomonga kuxnya. Polni akfa qilingan olli. Mana shunday qilib bo'yab qo'yilgan. Endi buni hozirgi stilga qilaman desanglar, mana ochib tashlanadi, baxt tikislanadi. Kuxunni ugalok qo'yiladi bu yoqqa. O'shanga normalniy bo'ladi. 29,5 narx qo'ydik. Mana bu devorni ham olib tashlasa bo'ladi, mana. Umuman kerak emas. Mana shu yerdan kuxunni qo'ysa bo'ladi. Uzun qilib, boshqacha stil bo'ladi. Birinchi etaj mana ko'rib turibsizlar. Dom olaman degan tanish bilishlar tashlab qo'yasizlar. Birinchi etaj joyi zo'r, hamma kommunikatsiya bor, gaz, svet, suv, kanalizatsiya, Wi-Fi. Telefon qilsanglar gaplashamiz. Kelishayotgan joyi ham bor, ko'p emas, kelishtirib beramiz. Telefon qilinglar, gaplashamiz.